iplar juda ham yuqoridan qo'yilgan va ko'zlarni ochishda ikki xillik mavjud. Bir tarafda yaxshi ochilmoqda, ikkinchi tarafda birozgina qisilib qolgan va yuqoriga qaraganlarda bu kartina yaqqol namoyon bo'ladi. Assalomu alaykum barchaga azizlar. Navbatdagi operatsiyamizga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Yaqinda post joylagan edim. Bularga o'xshagan yosh bir singlimiz kelgan edilar. Ular faqat 4 oy oldin yuqori qovoqlarda nitya blefaroplastika qildirgan edilar. Bugungi kundagi bemorimiz 2 oy avval yuqori qovoqlarda nitya blefaroplastika qildirganlar va bularda ham xuddi shunaqa holat. Iplar juda ham yuqoridan qo'yilgan va ko'zlarni ochishda ikki xillik mavjud. Bir tarafda yaxshi ochilmoqda, ikkinchi tarafda birozgina qisilib qolgan va yuqoriga qaraganlarda bu kartina yaqqol namoyon bo'ladi. Hozir bemorimizda biroz miqdorda ortiqcha teri musha yog'lardan xalos qilib, qovoqlardagi hamma nitlardan xalos qilib, skladkalarni o'zlarini ko'zlariga, yuzlariga yarashadigan holatda shakllantirib beramiz. Marhamat azizlar, natijani ko'rsanglar bo'ladi. Sirrozi после operatsiya. Bemorimizda demak ortiqcha to'qimalardan hamda mana bu chiqqan yog'lar va nityalardan xalos qilib berdik. Ikkala qovog'imizdan bitta nitkalar chiqdi. Yuqoriga qaraymiz. Hali endi yengillik bormi? Zo'r. Qali tosib turganlari ketdimi? Ancha yengillashdimi? Super. Xudo xolasa, ishodning holatda bitta ko'rib olasizlar, ishlar ham bor edi. Do operatsiya. Mana o'sha ishlar ham qaytadi, ketadi. Hop, bemorimizni ko'rib turganlardek, ishlar minimal darajada, ko'karishlar deyarli yo'q. Xudo xohlasa, o'rtacha 2 haftalarda qaytadi. So'ng natijalar bilan albatta bo'lishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuzatishda davom eting, charchamang.